Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Qanday ahvolinglar, yaxshimi? Shu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Qatnashamay qolgan, dars kelmay qolgan, kelib tushunmay qolgan qarindoshlar uchun yana o'xshashlam yordam nuqtasidan video hozirlash davom qilyotidi. Aziz qarindoshlar, bizningki 2 soatlik darsimizda, ya'ni 2 soatlik darsimizning 2 qitimliq darsida o'tgan dars bo'lsa, PowerPoint haqida oldu. Yine bizden PowerPoint detalimiz şu. Bu PowerPoint adette yığınlarda yoki bir tanıştırışlarda materyal hazırlaşta intayin yaxshi bir detal adette ko'p qo'llanışchanlik ega. Aslida buni tushuntirib o'tishning hojati yo'q, chunki bu detalni ochgandan keyin u yana 5 orqali o'rganib oladinglar. Xato besilib qolgan taqdirdami bir kompyuterga cho'ng zini bo'ladigan bir ishlar bo'lmaydi. Shundaqdimi buni bir tushuntirib o'tishga to'g'ri keldi. Undaqda qarindoshlar diqqat qilinglar. Yine biz PowerPoint detalimizni ichib oldik. Yine bu yana bo'lsa xat yozadigan o'rinlar. Belə xat yozadigan o'rinlar. Agar biz buni Bega kelib turib, mouse'ning o'ng tarafini bossak, bunda chiqadi. Kasni bessak, bu siziq yo'qolib ketadi. Buni mega kelib turib, mouse'ning o'ng tarafini besib, chashqanning yoki kasni bessak, qo'shilib bessak yo'qolib ketadi. Endi yo'qolib ketdi, shunday. Endi biz xat yozadigan yana paydo qilmoqchi bo'lsak, bayqadak. Mana meni bosgandan keyin, mana mega mouse'ning o'ng tarafini bosdik. Basqandan keyin mana ikkinchisi mush jadval shaklidagi ramkaga kelib qilsak, manda xat shakli yoki mandaq qilib xat yozadigan bo'ladigan holat chiqdi. Biz buning ichida qan tanlayli desanglar, qan tanlab boqayli, tanlasak mundaq chiqdi. Boshliq deydi, bega biz Uyg'urcha yozayli. Aslida bega Uyg'urcha deb buni tanladik. Bega Uyg'urcha o'ng tarafdan boshlanganligi uchun mana o'ng tarafdan boshlash, mana o'ttirdan boshlash, mana soldan boshlash. O'ng tarafdan boshlashni besib, tayyorlik deb boqayli. Tayyorlandim yoki tayyor. Bu nima bo'ldi? O'ttirdan boshlayli. Tayyorlandim. Kechiringlar, bu knopka taxtasida masala bo'lganligi uchun biz buni qandoq inglizcha qilib turayli. Tayyorlandim deb yozaylik. Qetimiz cho'ng bo'lishi uchun caps lockni bosdik. Tayyorlandim. Bunu bosdik. Bitdim. Tayyorlandim dedik. Deyotgandan keyin bundoq bo'ldi. Agar biz buni tanlasak, bu holatda sharh shakl oldi. Agar biz bularning ichidagi xohlagan birini bossak, masalan, mana bossak yoki demak, bu yerda har xil ramkalar bizning foydalanishimiz uchun tayyor degan ma'noda. Biz buning ichida menga chiroyliroq mush ko'rindi. Mana qilib turayli. Mushni qilib bu bet to'sh desapti. Tayyorlandim. Endi biz bu bet to'shab ketgandan keyin bet yozish uchun miyaga kelib turib yoki miyaga kelib turib qandoq mouse'ning o'ng tarafini besib yeni slayd demdi. Yangi bet aç degan gap. Mana yangi bet ichildi. Agar buni yuvib olsak, shu mouse'ning o'ng tarafini besib turib, kasni bessak yo'qolib ketdi. Endi bu yerga biz mouse'ning o'ng tarafini besib yangi bet ochdik.
Yana bir yengini echitili. Yana bir yengini açab bolsak, meni bastık. Mana. Endi ikkinchi bet mundaq bo'ldi. Bu yerga men nima ish qilay? Bir rasm qistiray. Ya bo'lmasa avval bu yerga bir xat yozay. Güzel manzara deb o'qay. Güzel manzara. Qidaq, güzel manzara bo'ldi. Endi biz bu xatning shaklini o'zgartmoqchi. Bundaq talab etib, bu yerdan tilg'ama shu jadval ichildi. Biz bu yerda xohlagan, masalan, ma'ni qilib turay. Qilib xatning darajasi 44 ekan, 48 qilib qo'yay. Qilib xatning rangi qora ekan, rangni bu yerdan tangshaymiz. Mana. Masalan, ma'ni qilib turay. Qilgandan keyin bundaq bo'ldi. Endi biz bu yerga rasm qo'shmoqchi bo'lsak, mana bastık. Yine rasmni nereden açtınız desanglar. Birinci, ikkinchi, uchinchisi qo'sh. Mishadan rasmlarga yana besib, bu yerdan men tushirilgan narsalar qismiga kelib, bu yerda mana basay. Yoki mana basay, yoki mana basay. Yoki mana basay. Qo'sh. Qo'sh desam menda keldi. Biz miyani besish orqali buni cho'ngaytira olamiz. Miyalarni tanlash orqali munda tangshaylaymiz. Munda ham bo'ldi. Chiroylikkina. Munda ham bo'ldi. Ish qilib mishadiki, xohlagan chiroyli mansani tanlay olamiz. Men buning ichida mana tanlay. Ikkinchi bet to'shsin hisobda. Endi uchinchi betga nima ish qilaylik desanglar, bu yerga dengiz cheki tursin. Dengiz deb bo'lgandan keyin shunday dengiz deb bo'lgandan keyin bir rasm qo'shay. Dengiz degandan keyin dengizning rasmini qo'shlik ko'lib tursin yoki. Buni qo'shdimmi? Qo'shgandan keyin bunday bo'ldi. Endi qaranglar, bu yerda bundaq narsalar bor. Ramka. O'zgardi-ku. Mana qilsak bo'ldi, mana qilsak bo'ldi, mana qilsak bo'ldi. Shuni qilib turaylik. Bu bo'lgandan keyin endi biz maxat miyada ketdi-ku. To'xtal. Dengiz deb bunda tursin. Endi muhabbatga biz